Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol. Yoshim 31da, men suv ichsam ham semirib ketyapman. Bu juda ham qiziqarli savol, ko'pchilikni qiynaydigan savol. Birinchi navbatda, suv ichganda semirib ketish bilan suv ichganda vazn ortishi bu ikkalasi ikki xil narsalar. Nazarda tutaylik. Sabab nimaga? Sabab, masalan, men hozir shu turishda 70 kilogramm bo'lsam, hozir 1 litr bankada suv olib, 1 litr suyuqlikni hozir ichsam, sirazi taroziga chiqsam, tarozida men 1 kilogramm og'ir bo'laman. Ya'ni 71 kilogramm bo'laman. Bu men semirib ketdim deganim aytsangiz, yo'q. Bu men semirib ketdim degani emas. Bu shunchaki menda suv hajmini ko'payish natijasida tarozdagi vaznim ko'paydi degani. Endi semirish yoki ozish bu nima degani aytsangiz, semirish bu ozish aksariyat holatlarda tanadagi zaxira yog'ini ko'payishi yoki kamayishi bilan kechadigan holat hisoblanadi. Bu odatda bir kun yoki 2 kunda seza olmaysiz buni. Shuning uchun agarda siz suv ichyapsiz, lekin semirayotgan bo'lsangiz, masalan 1 hafta yoki 1 oylik vazningiz ortib borayotgan bo'lsa, siz suv ichish bilan birgalikda boshqa narsalarga ham e'tibor berishingiz kerak. Masalan, yeyotgan ovqatingiz, oddiy uglevodlar ko'p iste'mol qilyapsizmi? Unga e'tibor berishingiz kerak. Keyin shirin suyuqliklar, soklar yoki har xil yashirin shakar qo'shilgan biror narsalarni iste'mol qilmayapsizmi? Unga e'tibor berishingiz kerak. Vaznni nazoratida bitta narsani tushunishimiz kerak. Masalan, vazn tashlash qanaqa bo'ladi desangiz, videoni ko'rsatib ketamiz. Vaznni har haftada taxminan 500 gram, ya'ni yarim kilogram vazn tashlash uchun qanaqa kalorik defitsitda bo'lishingiz kerakligi haqida videomiz bor alohida. Nazarda tutaylik, biz bir haftada tasavvur qiling, misol uchun agar 500 kilokaloriyadan defitsit qiladigan bo'lsangiz, bir haftada 3,5 kilokaloriya defitsit bo'lasiz. Ya'ni bir haftalik kaloriyangiz 3,5 kilokaloriya bo'ladi. Bu taxminan videoni yana tomosha qilsangiz ko'rasiz, bu taxminan yarim kilogramdan 600 grammgacha bo'lgan vazn degani. Agar siz har kuni 500 kilokaloriyadan defitsitda yuradigan bo'lsangiz, unda sizni bir haftalik vazn yo'qotish imkoniyatingiz taxminan yarim kilogrammga to'g'ri keladi. Bu degani siz bir oyda taxminan 2 kilogramm vazn tashlaysiz. Bu sizni boshlang'ich vazningizga, metabolizmingizga, yoshingizga va kundalik harakatingizga qarab turib ozgina kamroq yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Buni har bitta odam o'ziga individual holatda hisoblashi kerak bo'ladi. Agarda sizga savollar bo'ladigan bo'lsa yoki buni hisoblaydigan kalkulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga kommentariy bo'limiga yozsangiz, biz sizga u kalkulyatorlarni beramiz. Suv ichib semirib ketishi yana bitta holati bor. U qanaqa desangiz, sizda suv va modda almashinuvining buzilishi. U qanaqa bo'ladi desangiz, buyraklar faoliyatini tekshirish kerak bo'ladi, jigar faoliyatini tekshirish kerak bo'ladi, qalqonsimon bezi faoliyatini tekshirish kerak bo'ladi, qondagi insulinni va shakar almashinuvini tekshirish kerak bo'ladi. Qondagi insulinni biz S peptidi orqali 3 oylik qand miqdorini gemoglobin A1C degan yoki glikozinli gemoglobin degan nima bor, tekshiruv bor. U bilan tekshirishimiz kerak bo'ladi. Keyin undan tashqari insulin rezistentligini tekshiradigan tekshiruvlar ham bor. Ular bilan ham tekshirish kerak. Agar sizda masalan qalqonsimon bezda muammo bo'lsa yoki metabolizmingiz sekinlashib ketgan bo'lsa, bizda gipotireoz deb nomlanadi. Metabolizmingiz sekinlashib ketgan bo'lsa yoki buyrak faoliyatlaringiz buzilgan bo'lsa, ba'zi holatlarda stress yoki uyqu tufayli ham bo'ladi bu narsa. Odam agar stressda bo'lsa yoki uyqusi yaxshi bo'lmasa ham, u odamda qonida kortizol degan gormon ishlab chiqariladi. Keyin stressda va noto'g'ri ovqatlanganda insulin degan gormon ishlab chiqariladi. Kortizol shakar almashinuvini buzadi, insulinga nisbatan sezuvchanlikni pasaytiradi. Insulin ko'paygandan keyin insulin leptinni miyaga ta'sirini bloklaydi. Leptin bu ayni siz to'yganingiz haqidagi signalni miyaga yetkazadigan gormon. Agar siz to'yganingiz haqidagi signal miyangizga bormaydigan bo'lsa, ya'ni insulin ko'p, u gormonni blokladi, leptinni, va natijada siz doim och his qilasiz o'zingizni. Qaysiki sizda allaqachon yetarli kaloriya iste'moli bo'lsa ham, allaqachon sizda yog' zaxirasi bo'lsa ham, siz doimiy ravishda kuchsizlik, doimiy ravishda ochlik va doimiy ravishda vazn yig'ishni his qilaverasiz. Bu gormonal muvozanatda buzilishi ham bo'lishi mumkin. Bizni kortizolga, insulinga, qalqonsimon beziga va insulinga nisbatan rezistentlikni hosil bo'lishiga bo'lmaganiga qarab turib, yuqoridagi muammolarni birma-bir nima qilishimiz kerak, to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Hop, bunda nima qilish kerak? Gormonal tekshiruv o'tkazasiz. Keyin ovqatlanish tartibingizni va tarkibini tekshirib turib, bir kunlik kaloriyadan ko'p yevormayapsizmi, unga qaraysiz. Keyin harakatingizni tekshiring, chunki bir kunlik harakatingizda ham qancha kaloriya yo'qotyapsiz yoki yo'qotmayapsiz, uni bilishimiz kerak. Bundan tashqari, uyqu va stressga e'tiborli bo'ling, sabab biz uyquni asli keragidan past baholaymiz. Inson uxlagan paytida o'sish gormoni va testosteron ajraladi va inson o'sha bir kun oldingi stressidan, bir kun oldingi holatidan qayta tiklanadi. Va insulinga nisbatan rezistentlikni hosil bo'lishida ham uyquning roli juda ham katta. Agar yomon uxlagan odam bo'lsa, kunduzi
stressda yuradi va insulinga nisbatan rezistentlik juda baland bo'ladi bu odamda. Keyingisi ichaklar faoliyatini yaxshilashga harakat qilishingiz kerak. Ichaklar faoliyati nimaga muhim desangiz, chunki siz ovqatingizni muvaffaqiyatli hazm qilib, uni to'laqonli so'rib, uni keyin tanadan butunlay chiqarishingiz uchun shu ichaklardagi mikrobiota deydi. Bizda mikrobiota degani o'sha ovqat hazm qiluvchi bakteriyalarning sog'lomligiga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Uni sog'lom qilish uchun biz ko'pincha o'sha achigan ovqatlardan ko'proq, ya'ni achigan ovqatlarga misol uchun qatiq, yogurt, shunga o'xshagan narsalardan ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Agar kerak bo'lsa, doktor nazoratida har xil probiotiklar, prebiotiklar yoki ularning kombinatsiyasidan foydalanishimiz mumkin. Keyingisi doktor zig'ir urug'ini jigarga zarari yo'qmi? Zig'ir urug'i, jumladan chiya urug'ini ham qo'shib ketib ketaylik. Shu yerda savollar bo'lib qolishi mumkin tomoshabinlar orasida. Odatda foydali hisoblanadi, chunki u tarkibidagi o'simlik to'qimasi, sog'lom yog'lar, omega 3 yog' kislotasini saqlaydi va antioksidantlarga, minerallarga, magniyga boy hisoblanadi. Va natijada aksariyat holatda bu insonlar uchun to'g'ridan-to'g'ri xavf tug'dirmaydi toki me'yorda iste'mol qilinsa. Endi jigar muammosi bor odamlarga balkim ehtiyot bo'lish kerak bo'lishi mumkin, lekin jigaringiz agar sog'lom bo'ladigan bo'lsa, zig'ir urug'ini iste'mol qilish to'g'ridan-to'g'riga sizga xavf tug'dirmaydi. Keyingisi zig'ir urug'ini foydalarini aytib ketaylik. Birinchisi, foydali yog' kislotalarini saqlaydi va jigarni faoliyatini qo'llab-quvvatlashga va jigarda erkin radikallar hosil bo'lishini oldini oladi va jigarni agar to'g'ri iste'mol qilinsa, yog' bosishiga ham yordam beradi. Antioksidantlar bo'ladi. Tarkibida antioksidantlar bizni tanamizda hosil bo'lgan o'sha zaharli moddalarni tozalashga va ularni zararsizlantirishga foydali. Undan tashqari tanadagi toksinlarni ham tozalashga yordam beradi. Lekin nazarda tutaylik, agar sizda o't kasalliklari, ayniqsa o't tufayligida tosh bo'ladigan bo'lsa, zig'ir urug'ining tarkibida yog' bo'lganligi tufayli zig'ir urug'ini iste'mol qilayotganda ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish kerak bo'ladi. Ba'zida yog'li mahsulotlarni qabul qilganda tosh nima qilib qolishi mumkin? Siljib qolishi mumkin. Agar o't qopi yoki oshqozon osti bezini yallig'lanish kasalliklari bo'lsa yoki jigar muammolari bo'ladigan bo'lsa, unda siz zig'ir urug'ini kichkina dozalarda iste'mol qilib ko'rsangiz bo'ladi. Agar hech qanaqa muammoga duch kelmasangiz, unda davom etishingiz mumkin iste'mol qilish. Demak, qisqacha aytib ketamiz. Birinchisi, shifokor bilan maslahatlashing. Agar jigaringizda allaqachon muammo bo'ladigan bo'lsa, sizga shifokoringiz aytadi, ayni shu zig'ir urug'i yoki chiya urug'ini iste'mol qilish sizga xavfsizmi? Ikkinchisi, kundalik me'yorni saqlang. Kundalik me'yor bu taxminan 1-2 choy qoshiqda kam miqdorda boshlang. Suvga yoki qattiq aralashtirib iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar maydalab iste'mol qilsangiz, uni hazmi yana ham yengil bo'ladi va foydasi ham ko'proq bo'lishi mumkin. Zig'ir urug'ini yoki chiya urug'ini iste'mol qilgandan keyin ko'proq suv iste'mol qilish kerak. Agar suv miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, uni hazm yomonlashadi. Ba'zi holatlarda ich qochishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi ekranda ko'rsatadigan videomiz sizlarga qiziq bo'lishi mumkin. Shu videoni tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.